Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana hozirda sportimizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hozir sportga juda e'tiborlari yuqori bo'ldi. Biza sportchilar hammamiz prezidentimizga juda katta rahmatlar aytamiz. Bizani sport sohamizni juda ham dunyoga o'rinni qo'yib berdilar. Mana hozir hurmatli prezidentimiz keyingi olimpiada o'yinlarida kuchli o'ntalikka kirishni bizga maqsad qilib berdilar, topshiriq berdilar. Xudo xolasa keyin 2028-yilgi olimpiada chempioni olimpiada o'yinlariga kuchli o'ntalikka kirish uchun juda qattiq tayyorgarlik qilyapmiz. Xo'sh, bu borada bizani ham Buxoro viloyati Peshku tumanimizda sportda juda o'zgarishlar yaxshi, o'zgarishlar katta. Mana hozir 20 ta sport turidan biza faoliyat olib boramiz Peshku tumani birinchi sport maktabida. Bundan bizga hozir juda rivojlangan, futbolimiz juda yaxshi rivojlandi. Mana xabarlaringiz bor. Joriy yilda ham Peshku tumanida Qoraqalpoq MFI DXK kubogida viloyatda birinchi o'rinni olib, Buxoromiz sharafini respublikada munosib himoya qilib keldi. Mana xabarlaringiz bor, hozir gandbol sport turimiz ham juda yaxshi rivojlangan. Doimiy Buxoro viloyatida birinchi o'rinni olib, respublikada ham yaxshi ishtirok etib kelyapti. Mana hozir kecha 26-27 sentyabr kunlari U16 gandbol chempionatida ham qizlarimiz ham, yigitlarimiz ham birinchi o'rinni, faxrli birinchi o'rinni olib, respublika yo'llanma oldi. Bu shu bizani Peshkumizda sport rivojlanishidan dalolat. Mana dzyudochilarimiz ham Xudoga shukr yaxshi ketyapti. Osiyo chempionlari bor, O'zbekiston chempionlari bor. Nasib bo'lsa hozir dekabr oyida olimpiya cho'qqilari uchun juda tayyorgarlik qattiq ketyapti. Bundan bizani ham Peshku dzyudochilarimiz bor. Birgalikda nasib bo'lsa borib qatnashamiz. Peshkuni sharafini himoya qilib, birinchi o'rinni olib, nasib bo'lsa respublikamizdan qaytib tumanimizga kelamiz. Rahmat bu uchun prezidentimizga, sport vazirligimizga, boshqa shu sport mutasaddilariga hammalari yaqindan bizga ko'maklashayotganlari uchun hammalariga katta rahmat, minnatdor biza. Rahmat.